kimnidir otasi bor, onalari vafot etgan, kimnidir onalari vafot etgan, otalari mavjud. Birodar, ularning hollaridan bir xabar oling. Qandayki ular bizni mana shu joyigacha yetishligimiz uchun juda katta xizmat va mashaqqat qilgan. Aytishligimiz mumkin. Otam menga hech narsa qilmagan. Birodar, duo qilgan hech bo'lmasa. Sizni urayotgan vaqtda ham, so'kayotgan vaqtda ham, tarbiya berayotgan vaqtda ham qalbidan bir yaxshi tilaklar o'tkazgan. Chunki hech bir ota farzandini urayotgan vaqtda mayib bo'lsin, kasal bo'lsin, qo'li sinsin demaydi. Nega? Urayotgan vaqtda tarbiyalansin deydi. Bu xatoni boshqa qilmasin deydi. Shuning uchun bugun inshaalloh agar otalarimiz bizni urgan bo'lsa, onalarimiz urgan bo'lsa, inshaalloh o'sha urilgan joylar jannatda, do'zaxda kuymaydi ular. Shuni sababidan Alloh bizlarni jannatiylardan qiladi. Alloh taoloni o'zi biz